ağzıma bir gap kelgan. Ha bo'ldi da silib berib kelinglar bo'ldi. Sizlar bunday qilayotganlar dadam uqmaydi, bilmaydi, tunimaydi sizlarni. Mushta quruq gaplaringdan ajabmi zerikdim Juma aka. Mening dadam. Dada. Rana! Rana! Voy he. Menda baqiraversa aka ajabmi zerikdim. Hey, ma dadamdan çayını içkizmeyi nerede düşürdün? Ish kursam ishmidi, mening talog'i chiqadigan ishim bor deb tayyorlik qilmasam bo'lmaydi aka. Hey, ishmidi deb tashlab qo'yib kirkitadigan gapmi? Ha? Sen bilan biz tomoq yemaganda yemidi, bo'ldi yemaydiga deb tashlab qo'yib ekanmi bizni? Mushta quruq gaplaringdan ajabmi zerikdim Juma aka, bakli zerikdim. Mendan zerikib qolgan bo'lsang mayli. Lekin dadamdan zerikib qolma. Mana tashvit. Tashvasam bula. Dada, bola vaqtlarimdagi ishlar yodingdami? Sen bilan yo'lda mansam, kerilib mang'atdim. Hech kimning dadasi senga yetmaydigandek bilinadi. Sen men ko'rgan kinolardagi qahramonga o'xshayding. Hatto ulardan bekrab kuchli, qaysar, farosatli odamding. Bizga bek qattiq talab qo'yatding. Men sendan xafa bo'latdim. Sen meni ishq selayotgandek, meni boshqarayotgandek bilinadi. Turib, sana ochiqim keladi. Qattiq qo'lliqingdan nafratlangan vaqtlarim bo'lgan. Ham esingdimi dada? Men, sen, opam, singlim to'taylan etizda ishlayotdik. To'satdan havo buzilib, mo'ldir yig'ishqa boshladi. Opam yugurgan peti kapidan ostiga kirib oldi. Gap qilmadim. Keyinidilla singlim yugurdi. Gap qilmadim. Andın ben yugurdim. Shu chog'da sen bu ishni tugatmasang bo'lmaydi. Ishlaymiz. Ayollar kapi kirvasi bo'ladi. Lekin biz unda qilsak bo'lmaydi degandim. Shu chog'da men bundaq dada bo'lgandim, bo'lmagan yaxshikan deb o'ylagandim. Qattiq qo'lliqing kallamda o'tmaydi. Hozir bilsam sen meni pishson deb ekansan. Shu vaqtlarda oz to'la urib qo'yatdim. Silkitim, qapoqlarim turilib, ichlarim kirishib ketadi. Hozir dadam bir urib qo'ysa, chiqib buyursa, silkisa deb umid qilma. Lekin sen unda qilinmaydigan holga tushding dada. Bu seni beqib oladigan, senden xabar oladigan fursatim. Lekin sen meni bunda sinama dada. Saqay, o'rningdan tur dada. Men yana seni hozirgidek, hatto buningdan ortiq kutishga tayyor dada, jinim dada. Aka, dadamni maylaydigan vaqtmi bo'lib qoldi, sen beka bo'lgandan maylab qo'ysang bo'larmiki? Bu mahsulotni hafta burun oldim dada. Burun sen qo'y yig'di meni maylayding. Men seni Gulsoy qo'y quyruq may yurishligi bilan mayliy oladigan bo'ldim. Bu yeshingda belputlaring og'riyotgandi. Paylaring tortishayotgandi. Sen falon yerim og'ridi deyolmaysan. Lekin men bilib turibman dada. Bu mahsulot
sana çokum mos keladi. Abdes! Abdes! Neye çıkın lan yerge? Qanday aqladi? Beş numara. Yaxshi turdim. Uydan talaga chiqmas bo'lib ketdinglar qo'y. Şu uyni ushaqchak ishlar tugmay shu. Ha. Qanday bir ishlan kelgan taqlar? Ay, bizdan savu to'y qo'papti ekan. Ha. Shu maslahatiga birga berib kelamdik deb kelishim adash. Basam go bek yaxshi bo'ldi adash. Ma uyni ishray man qarashliq tanglar. Uning ustiga adamning ahvolini silma bilasizlar. Men berib bo'lmay qolaman ekan. Uyda sananglar yo'qmi? Yo'q, ammo singlim go bor. Ya qarab tursa bo'ladi-ku. Men shuni xotirjam bo'lolmaydi ekanman. Ay, adash meni deyman. Berib kelamiz, dik borimiz kelamiz. Ya o'g'il shunda bo'ldi, sil berib kelamiz deb men dadamning oldidan xabar olaman. Dadanglarga qarab turdi, o'tirib turdi birdan yerimdan, birdamda kelamiz emasmi? Uning ustiga men dadamning ahvolini bilasizlar adash. Men dadam menda qasd bo'lmaydi deyman. Voy, dadangni turib turdi. Turib turdi? Ha? Dadam bir turib turdigan og'zimga bir gap kelgan. Bo'ldi, sil berib kelinglar bo'ldi. Sizlar bunday qilayotganlar dadangni uqmaydi, bilmaydi, tunimaydi sizlarni. Tunimaydi. Adaş, dadam meni tunamagan bilan men dadamni obdan tunayman. U degan men dadam. Mihribanım, g'amguzorım, jon dadam, bag'rim dadam. Sabarim, şavkatim, şanim. Gulsoy markazidagi qo'y quyruqma yurishligiga ehtiyojingiz bo'lsa 181 29 23 36 68 degan nomer bilan aloqalashing. Hayatim dadam.